Assalomu alaykum, Aliya Sultan salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz yemish praniga, ya'ni mushu xil quritilgan yemishlardan foydalanib qiladigan shunday ta'mlik bo'lgan bir xil pranik. Buning ketadigan materiallar 500 gram tuzsiz seriq may, 350 gram shakar, 5 dona tuxum, 20 gram köptürgüç, 250 gram quritilgan yemish. Bu quritilgan yemishni bir 5-10 minut suvga chilab qo'yib, suvdan süzüp elib, ash suvi butunlay saqib bo'lgandan keyin ishlatamiz. Uningdan keyin 750 gram odatdagi un. Uningdan boshqa vanilla, ya'ni xushpurak kirgizgichdan bir necha temim ishlatamiz xonimlar. Oldi bilan shu tuxum köptirish mashinamizga shu seriq may bilan shakarni silib, oqarg'uchilik, shakar erigichilik köptirib olamiz. Hanım kızlar, seriq may bilan shakarni shakar erigichilik, oqarg'uchilik köptirib oldik. Endi 5 dona tuxumimizni chiqib köptiramiz, hanımlar. Ana kızlar, bu aralashmamizni daskaga tayyor qilib oldik. Endi bu vanilladan xushpurak kirgizgichdan bir necha temim quyib etdik. Buni endi paloq bilan aralashtiramiz. Paloq bilan obdan aralashtirib olib, anadan keyin unimiz bilan köptürgüçni silib aralashtiramiz. Bu pechenninki mashg'uloti pek tas emas xonimlar. Un va köptürgüchlarni tas qilmasaqmi bo'ladi. Bevosita paloq bilan aralashtirib olsak bo'ladi. Mana unimizning ustiga köptürgüchni silib bir qo'limda aralashtirib oldik xonimlar. Bunda bo'lgan chog'da takshi aralashadi. Endi bu ikkisining aralashmasini aralashmamizga silib paloq bilan obdan aralashtirib olsak bo'ldi. Buningda aralashtirish usuliga nisbatan chaq qo'yilmaydi. Ostidan ustiga o'rib turib, mushu shaklda aralashtirsanglar, chunki bu xemirning ching bo'shlig'i bo'sharoq xemir bo'ldi. Shunlashqa paloq bilan aralashtiramiz. Unimiz bir aralashib bo'lgandan keyin endi uzumni solamiz xonimlar, ya'ni yemishni, quritilgan yemishni solamiz. Silib biraqla aralashtirib olsak bo'ldi. O'xshashlam paloq bilan aralashtiramiz xonimlar. Bu pechenimiz bekmi yeyishlik bir xil pecheni bo'ldi. Yana bir mashg'ulotimiz bor. Bu butunlay aralashib bo'lgandan keyin buni yer yanqi yaproqchisi, ya'ni xason yaproqchisi, shu shilingan bir xil chiroyli yaproqchi bor. Odatda tortlarning bolklarining ustiga qilsak pek chiroyli chiqadi. Shu yaproqchimizga tekkizib, andan keyin mayqaga silingan liska silib olamiz. O mashg'ulotni ilk ko'rlar. Mana xonim qizlar, boya degan yer yanqi yaproqchisi degan narsamiz shu. Shunda tekshilingan narsa bu o'sha xursh do'konlarda bormi xonimlar? Xonim qizlar, shu xemirimizni muvofiq miqdorda qo'shiqqa elib mana qo'shiqdagi xemini mana tashildik. Buni aytdim bo'sh xemi bo'lg'ashqa, endi mana bu yer yanqi yaproqchisini da qiliblam xonimlar. Naytim erkin holatda mashg'ulot qilib bo'ldi. Bak qo'l tutmaydigan praniklarning bir turi bu. Buni endi lisimizga sal orliq qoldirib, sal besib qo'yamiz xonimlar. Mana shular qarsanglar, uzumlarimiz ko'rinib turdi. Mushu shaklda raslab olamiz buni. Butunlay raslab bo'lgandan keyin duxovkamizda 200 gradusda 180 gradusda 25 minut atrofida pishib ketadi xonimlar. Mana xonim qizlar, bu yemish praniklarimiz shunchalik chiroyli pishib chiqdi xonimlar. Qo'linglarga ap bo'g'uchilik shu uvlimanli deb turdi bu pranik. Yegan chog'da andin ta'mini his qila olasizlar xonimlar. Bugungi darsimiz tamom. Allohga omonat.